Cobalt legenda Cobalt. Cobalt kelyapti mana, gap yo'q lekin. Hech kim kelolmaydi. Cobalt voy bile. Sal bervaqtdan haydang. 85 ekan. Nomer ham ko'rinmayapti daji. Bugun 23-may kuni qadimiy Samarqand shahri kutilmagan va dahshatli tabiiy ofat girdobida qoldi. To'satdan boshlangan tinimsiz va kuchli yomg'ir sanoqli daqiqalar ichida shaharning bir qator ko'chalarini daryoga aylantirdi. Kuchli sel toshqini nafaqat harakatni to'xtatdi, balki aholi uchun jiddiy xavf tug'dirdi. Yomg'irning haddan tashqari ko'p yog'ishi oqibatida shahar drenaj va oqova tizimlari bunday katta hajmdagi suvni o'tkazishga ulgurmay qoldi. Markaziy ko'chalarda suv sathi mashinalarning g'ildiraklaridan ham baland ko'tarildi. Ko'plab haydovchilar yo'llarda qolib ketishdi. Transport vositalariga jiddiy zarar yetmagan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolarda ko'rish mumkinki, sel suvlari hatto ayrim aholi xonadonlari, hovlilar va yer osti yo'laklariga ham sizib kirgan. Samarqandliklar bugun haqiqiy sinovli kunni boshdan kechirmoqdalar. Hozirgi daqiqalarda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va kommunal xizmat xodimlari kuchaytirilgan tartibda ish olib bormoqda. Sel oqibatlarini bartaraf etish ko'chalardagi suvni qochirish ishlari tinimsiz davom etyapti. Spark legenda desam ishonmaysizlar, buni qaranglar. To'xtanga kadrni vayron qilmang. Buni qaranglar, ey. Evakuator xizmati kerak bo'lyapti. Kimga tayyorlar bo'lsa, jo'natib qo'yinglar. Do'sto kemasi dengiz bo'ylab suzib bormoq. Voy, suv kirdi mana. Assalomu alaykum hammaga, o'rtoqlar. Samarqanddagi Samarqandni suv bosib qoldi. Sinsadamiz hali ham. Endi bir abid qilamizmi dedik, mana bitta masjid oqib ketdi. Shular kelishyapti. Qayiq bo'ldi, qayiq. Katta yo'l. Shu namozgoh deydi bu ko'chani. Shunaqa bo'lib, naryo taraflar uchman bitta mashina, u yoq tomonda probka qilib qo'ygan shunaqa. Bu suv endi qachon ketadi, Xudo biladi. Mana katta yo'l, sentr bosib ketgan. Ota-bobolarimiz dunyoni suv bossa Samarqand tepada qoladi dedi. Bu suv Samarqanddan boshlab bosyapti-ku. Mana aziz hurmatli yurtdoshlar, Samarqandda Marhabo ko'chasida yangi basen ochilgan, bemalol kelib suvni ketirish bo'ladi. Basenimiz tekin. Marhabo ko'chalari.